Bugünkü uchrashib turdik Toshkentda. Kechqurun borib, shuni Instagramga qarasam, New Yorkda yuribdim, Moskvada yuribdim. Qanaqa qilib ulguradi? Men shunisiga qoyil qolaman. O'g'lim shu Otabekdagi ongli, butun dunyoga shunaqa qarashi bilan o'zini duoni olib keyin bu yerga chiqqaningizda men boshqacha ta'sir qildim menga. And maybe think about and generation and life and fruit make life soft, no? Yes. O'ziga tabrik so'zini aytib qo'ydim. O'zi tushunadi. Bizni chaqirib, ha deb aytiravermang-da endi. Taqdimot bitta narsa yoqdi. O'zbekiston degandaligi tanimagan aktyorni savoli, geografiyani salom berib deganda. Otabek Mahkamovning uzoq yillik do'sti, qadrdoni va o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri. Bolalar guruhi solisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov. Men Otabekni ko'rganimga necha yil bo'lganini hali eslolmayman-ku, lekin o'g'lim shu Otabekdagi ongli, butun dunyoga shunaqa qarashi bilan o'zini sotsiumga berayotgan fikri bilan shunaqa aqlli bola bo'lsin deb men harakat qilgan bo'lardim. Seni vaspitaniyangga rahmat. Men har doim yaxshi ko'rib kelganman seni kitoblaringni. Qadrli do'stlar, bitta aplodismenti bo'lsin Otabek Mahkamovga. Men qoyil qolaman rostdan. SSRda o'sganmiz-da, xafa bo'lmaysizlar. Yarmi o'rischa, yarmi o'zbekcha, unaqa даже anaqa ham bo'lmaganda, чтобы lug'atni yaxshi o'rganib chiqish uchun SSR bolalarimiz. Shuning uchun yaxshi ham shu narsalar mana hozir aytishdi, jadidlar, boshqalar deyishdi. Lekin bizani xalqimiz bunaqa konfessiyaning har xil dinlar yashayversin mayli. Уже 21-asr urush bo'lmasin, bolalar yaxshi yashasin. Biz endi yashab o'tdik o'zimizni vaqtda boshqa qildik. Otabek, sen qilayotgan ishlaring bor-ku, yoshlarimizga judayam tarbiyasida kerakli narsa deb o'ylayman. Meni boshqa gapim yo'q. Rahmat kattakon sizga. Dasturimizni davom ettiramiz va endigi so'z navbatini BNB bosh direktori Begzod Mamatqulovga beramiz. Marhamat. Begzod aka, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli ustozlar, yoshlar. Avvalambor men mana bugungi ajoyib bir tadbirda qatnashib turganimdan xursandman. Haqiqatan endi bir narsani aytish kerak. Bugungi kunda nimaga inson hayotda oldiga qo'ygan maqsadiga erishmoqchi bo'lsa, bilim bo'lmasa, ilm bo'lmasa hech qachon bu narsalarga erishib bo'lmaydi. Ayniqsa mana yoshlarimiz bu tadbirkorlik bo'ladimi? O'ylash mumkin, tadbirkorlikka haligi juda katta bilim shart emas, haligi hisob kitobni bilsa bo'ldi. Undaqa chuqur bilim kerak emas deyish o'ylash mumkin. Men o'ylaymanki, bu narsa xato bo'ladi. Va albatta, yoshlikdan bolalikdan kitobga mehr qo'ygan inson albatta kelajakda kitob bilan hamnafas bo'lgan odam kelajakda albatta mana shu mamlakatga, vatanga bir kerakli inson bo'lib yetishadi. Men endi Otabek aka bilan biz juda ham qadrdonmiz. Ko'plab yo'nalishlarda hamkorlik qilamiz. Xususan mana holdingda AQSh mamlakatida targ'ibot yuzasidan juda ko'p loyihalarni samarali amalga oshirib kelyapmiz. Men ochiq gap aytish kerak, birinchilardan bo'lib mana shu kitobni loyihasini signalniy variantini tashlagan paytlari men ko'rib chiqib, o'qib chiqib bir narsani xursand bo'ldimki, nafaqat umuman olganda nafaqat mamlakatimizda, balkim bu kitobimiz mamlakatimizdagi mana ko'plab olimlar, yozuvchilar butun dunyoda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham kengroq targ'ib bo'lar ekan deb xursand bo'ldim. Men faoliyatingizda muvaffaqiyat tilayman. Sizga men juda ham havas qilaman, juda ham intellektual salohiyati chuqur insonsiz. Siz bilan gaplashgan odam mana vaqti kelganda biz Jizzaxda esingizda bo'lsa, tongi sahar soat kechqurungi 10 dan boshlab tongi 4 gacha gaplashganmiz. Ko'p muloqot qilganmiz. Shunaqangi inson bir-biriga suhbat qilib to'ymaydiki, ichlaridan har narsa, yangi g'oyalar, kreativ fikrlar qaynab chiqadi. Biz har doim yonma-yonmiz. Men o'zi
to'g'risini aytaman, ko'p bunday rasmiy tadbirlarda oxirgi paytda biznesda yurib ko'p qatnashmayapman. Hozir ham zo'rg'a yetib keldim, lekin juda qattiq hurmat qilaman. Iloyim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha mana shu iloyim kitoblarni ko'pini yozib, vatanimizga, xalqimizga mana shu kerakli bir farzand bo'lib o'sishda davom etavering. Sog' bo'ling. Katta rahmat samimiy tilaklar uchun. Navbatdagi tabrikni esa O'zbekiston Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Ko'ngratbay Sharipovdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Mana biz Otabek aka bilan 2 yil oldin uchrashganda ushbu kitob to'g'risida gapirganda o'zi bir dona kitobni olib kelgan ekan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi nomidan sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymizki, bizning yoshlarimiz bu kitob olib, kelajakda o'zining hayotini ushbu kitobdagiday o'zining kelajagini tuzadi degan umiddaman. Sizga yana bir marta rahmat. Siz bilan tanishganimdan va bugungi tadbirda qatnashganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Sog' bo'ling. Endigi so'z navbatini yana bir san'at vakili, o'zbek san'atining yana bir tirik afsonalaridan biri Abdulhoshim Ismoilovga beramiz. Marhamat. Ustoz keling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men hozir ko'rib turibman, juda ziyoli, juda olim, aql parvar, juda ham zo'r insonlar o'tiribdi. Biz Otabek bilan Hasan Husan bo'lsa kerak. Nimagaki, bu kitobning egasi bo'lsa, men musiqaning egasiman. Qaysi bir bastakorni xayolimda o'ylayman-da, yer yuzida agar kompozitor bo'lsa, zo'r qobiliyatli bastakor bo'lsa-da, kitob bo'lmasa, u qatdan qo'shiq yozadi. Agar o'sha yerda Hofiz Sheroziy bo'lmasa, Hazrat Navoiy bo'lmasa, hop Mavlona Lutfiy bo'lmasa, Abdurahmon Jomiy bo'lmasa, qatdan she'r kelar ekan deydigan savol ham tug'iladi. Shuning uchun biz juda ham bir-birimizga yaqinmiz. Avvalo meni bugun shu yerga taklif qilganingiz uchun men juda ham boshim osmonga yetdi. Otabek, o'zi shaxsan telefon qilganingizda hayron qoldim. Bu chet eldan telefon qilyaptimi, Toshkentdan? Sen Toshkentdan telefon qilyapsiz ekan. Men bir narsaga yana bitta xursandman. Siz juda ham baxtli insonsiz. Shu yerda sizni katta qilgan, sizni tarbiyangizga qaragan, qurg'azori keng, madaniyati baland, aristokrat ayol o'tiribdi. Siz bu joningiz, bu ham bo'lsa siz baxtingiz. Duoni olib keyin bu yerga chiqqaningizda men boshqacha ta'sir qildim menga. Baribir o'zimizni mana shu haqiqiy o'zbekona urf-odatimiz, o'zbekona qadri, qimmatimiz hech qachon yo'qolmasin. Men bugun sizlarda ro'pararingizda turib bitta narsaga o'zim va'da qilyapmanki, to'g'ri, kitobsiz yashash qiyin. Kitobni juda ko'p o'qiyman, lekin Xudodan so'rayman, bugundan boshlab yana ham ko'proq o'qib, yana ham Otabekda o'sha yozgan narsalarning ichiga kirishga harakat qilaman degan umidni o'zimga baxshida qildim. Sizni men tabriklayman. Siz juda ko'p odamlarga, juda ko'p yoshlarga, juda ko'p insonlarga kitobingiz orqali tarbiya berdingiz. Buni tagida savob ham turibdi. Buni tagida duo ham turibdi. Shuning uchun umringiz uzoq bo'lsin. Bu joningiz 100 ga kirsin, 120 ga kiringsiz. Siz yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Katta rahmat samimiy tilaklar uchun. Endigi so'z navbatini esa O'zbekiston xalq artisti va o'zbek maqom san'atini butun dunyoga tanitib kelayotgan ustoz ijodkor Munojat Yo'lchiyevaga bermoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, bugungi tadbir qatnashchilari, xush kelibsizlar. Bugun mana hammamiz hurmatli bo'lgan Otabekjon ukamizni ikkinchi kitoblarini taqdimotiga tashrif buyurib turibmiz. Juda ham chiroyli gaplari bo'ldi. Mana shu taniqli insonlarimizdan keyin gapirish men uchun og'irroq. Hamma gapni gapirishdi, lekin baribir o'zimning qalbimdagi chiroyli gaplarimiz bor haqiqatan. Mana kitob deyapmiz. Mana yurtboshimiz, hurmatli prezidentimiz ham farzandlarimizni kitobga qiziqishlarini yana ham orttirish borasida bilasizlar, bundan ancha yillar oldin kitobga qiziqish umuman yo'q bo'lib qolgan edi. Shu ma'noda kitob taqdimotlari, ya'ni o'shaligi farzandlarimizni o'qishi va tele shoularda ham mana shundoq dasturlar amalga oshirildi va yaxshi bilimdon o'g'il-qizlarimizga mashinalar sovg'a qilindi. Va hozirgi paytda yoshlarimizga o'rtasida kitobga qiziqish juda ham yuqori. Va albatta
bugungi mana bu kitob taqdimotida ham Otabekjonni ham mana shu yoshlarimizga berayotgan bir motivatsiyalari bor. Shu yoshlarimizni yana ham fikrlarini kengayishida kitobni vazifasi juda ham yuqori. Mana yuqorida aytib o'tganlaridek biznesmenga kitob nima kerak degan gaplar bo'lgan, boshqa o'zimizni sohamizdagilarga ham boshqa tillar nima kerak degan gaplar bo'lgan. Lekin ana shu biznesmenga ham, san'atkorga ham kitob juda ham muhim. Chunki kitobni o'qimasangiz, kitobdan o'sha hayotingizni sizga yo'lga soladigan, sizni tarbiyalaydigan, sizga motivatsiya beradigan bilimlarni olmasangiz, shu hayotingizni izga chiqib ketishi bu aniq gap. Shuning uchun bugungi taqdimot bilan sizni tabriklayman. Yana ham sizdan davomli mana shunday chiroyli kitob taqdimotlarini kutib qolamiz. Barchalaringizga bugungi ham bayram deb aytmoqchiman. Bugungi kun muborak bo'lsin. Yana bugungi kundek har doim mana shu kitob taqdimotida yuqorida aytilgandek fikrlarga qo'shilib, o'sha yerlarda, navbatlarda turaylik. Kitoblar uchun, mana shunday taqdimotlar uchun. Sizga omad, muvaffaqiyat tilayman, ko'zlarim sog'-omon bo'ling. Katta rahmat samimiy tilaklar uchun. Navbatdagi so'z navbatini esa O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishgan va uzoq yillardan beri aynan mana shu sohada faol mehnat qilib kelayotgan ajoyib inson Elmira Bostixonovani taklif etmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari. Kitobni ahamiyati to'g'risidagi gaplar aksioma. Buni yana takrorlamoqchi emasman, lekin men Otabekning o'zlari to'g'risida gapirmoqchiman. Otabek bilan birinchi marta biz jazoni o'tash muassasalarida jazoni o'tayotgan ayollar bilan bo'lgan suhbatda birinchi marta tanishgan edik. Men o'shanda Otabekning oddiy inson emasligini, uni har bir qadamlari bu dunyoga kelganmi, barcha salohiyati, ota-onadan olgan tarbiyasi, o'tgan genlari va inson bo'lib tarbiyalangan barcha salohiyatini odamlarga xizmatga bag'ishlayotgan inson deb o'shanda tanigan edim. Keyingi uchrashuvlarimiz onkologik kasalliklarni davolash, spinal mushak atrofiyasini davolashdagi, bilasizmi, davlatimiz rahbari bu bemorlarga juda katta milliardlab pul ajratadilar, lekin u ham yetmaydi. Butun dunyo tajribasi bu borada jamiyatning ishtirokini talab qiladi. Men Otabekni o'sha jamiyatni eski o'zbek qadriyatlarida 100 boshi, 1000 boshi deb aytilardi. O'sha 100 ming boshi sifatida harakat qilayotganini ko'rdim va ularni onalariga, otalariga, mana hozir aytishdi, buvijonlariga cheksiz havasim keldi. Bugun ana shu havas farzandlarim Otabekka o'xshagan bo'lishini, nevaralarim Otabekka o'xshagan bo'lishini niyat qilib o'tiribman. Bu niyatdan men o'ylaymanki, kecha davlatimiz rahbari olib borgan video selektorda muftiy hazratlarini aytgan gaplariga yondosh, ana shunday onani, buvini tilaklari, oddiy fuqaro va vazir o'rinbosarining tilaklari, albatta duolari sizni hayotingizda, jamiyatimizni hayotida. Boya men sizga aytdim, siz o'zbek fuqarolariga o'rnak bo'layotganingiz uchun sizga rahmat. So'zda ham, tilda ham, dunyoni egallashda ham ana shunday ijtimoiy mas'ullik juda ham yuqori bo'lgan inson bo'lganingiz uchun sizga alohida tashakkur aytmoqchiman. Qala aytildi, sizdagi insonlarning ko'p bo'lishini juda ham xohlaymiz. Rahmat. Katta rahmat. Endigi tabrik so'zlarini esa o'zbek san'atining yana bir yorqin vakili, o'z rollari bilan hali hanuz muxlislar e'tiborida bo'lib turgan ajoyib ijodkor Muhammad Iso Abdulxayrovni taklif etamiz. Marhamat. Hi, good evening, ladies and gentlemen. Congratulations. Today's celebration. You know, if we pick in the flight in Shannon and Abby Kendall be seen the floor, and I can tell the flight for Michael now, you know? That's you right. know? And maybe think about and generation and life and fruit make life soft, no? Yes.
o'ziga tabrik so'zini aytib qo'ydim. O'zi tushunadi. Garchi o'zim tushunmasam ham o'zi tushundi. Otabek, men aslida avvalambor assalomu alaykum va Otabekga kattakon rahmat. Haqiqatan mana shu ziyolilarning ichiga meni ham tiqib qo'yganiga. Aslida buni sababchisi mana shu yerda o'tirgan do'stimiz Tohir Sodiqov bo'ladi. Men bilan Otabekni tanishtirib qo'ygani esingdami? O Tohir Zuhra kinosida Isot yigit kelyapti. Bitta ko'rgin wunderkind deganida haqiqatan ham gap isboti bilan haqiqatan ham wunderkind yigit. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana hamma narsasini gapirdi. Otabekni bu juda ham ko'p mana san'atkorlar, do'stlar, ustozlar, akalar, mana do'stlarimiz, ukalarimiz, bratishkalar o'tiribdi yoqda. Gap qisqasi, men aytmoqchiman Otabek. Meni o'zimni sizga shaxsan bitta savolim bor. Aniq bilaman, hech kim bu savolni sizga bermagan. Bitta. Va albatta sizga ikkinchi savolim, bu savol men Otabekni men bilmayman, sizlarda qanaqa, men ko'pincha kuzatganimda Otabek bilan juda ko'p uchrashmaymiz, lekin uchrashib turamiz goh-gohida. Qoyil qoladigan bitta narsam, haligi supermenlar bo'ladi-yu, uchadigan odamlar bo'ladi-yu. Bugungi kuni uchrashib turdik Toshkentda. Kechqurun borib shuni Instagramga qarasam, Nyu-Yorkda yuribdimi, Moskvada yuribdimi? Qanaqa ulguradi. Men shunisiga qoyil qolaman. Ulgurishiga qoyil qolaman. Bu ham albatta o'zini izni bilan bo'ladi va hech kim bermagan savol. Juda ham menimcha siz bu savol orzu qilib kutgan siz. Hayotingizda birinchi marta men bersam kerak shu savolni. To'g'risini ayting, Otabek. Amerikaga qanaqa borsa bo'ladi? Faqat samolyot orqali. Shuni sezgan edim. Rahmat. Avvalambor rahmat, sog' bo'linglar. Men kitob to'g'risida juda ko'p gapga ega emasman. Aslida o'zim xohlamagan tarzda, Otabek uzr so'rayman, kitobchi emasman. Ya'ni chitatel, deydi-yu. Lekin majburiy soham aktyorlik bo'lgani uchun Samuel Beckett, Shakespeare, Karlo Gozzi, G'ofur G'ulom, itakdali bir 15-20 ta kitob o'qishga majbur bo'lganman. Men endi mana shu yerda hozir hammamiz yig'ilganimiz 100 ta yuksaklik, sari tasodifot bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Buni ham o'qib chiqdim. To'g'risini aytaman, varoladim. O'zimni ko'rmadim. O'shaning uchun 100 ta emas, 101 ta tasodif bo'lsin, o'rta uchrashuv bo'lsin. Keyingi safar o'shanisida uchrashamiz, xudo xolasa. Rahmat do'stim. И, конечно, по-любому желаю удачи и мир вашему дому. Rahmat. Katta rahmat. Endi esa navbatdagi so'z navbatini O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tatariston hamda Boshqirdiston xalq artisti Jenisbek Piyazovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Menda bir zo'r ideya bor. Agar qarshi bo'lmasanglar, men bugun mana hamma eshitib yuribdi, bizni hamma ko'rib yuribdi. Bugun biz Otabek og'ani eshitganda kelganmiz. Bugun sizni konsertingiz. Bizni chaqirib, ha deb aytiravermangda endi. Hozir biz sizni eshitamiz deb kelganmiz va sizni mana shu kitob haqidagi barcha taassurotlaringiz bizga qiziq. O'shaning uchun men shuni kutib o'tiribman. Bo'lmasam hozir Tamerlan operam bor, ketishim kerak. O'tiribman, mayli Tamerlan kutadi deb. Agar qarshi bo'lmasanglar, keyingi navbatni Otabek Mahkamovga beramiz. Tabriklayman. Men endi ozgina shamollaganman, ko'rinib turibdi. Menda allergik. Doktor Albertning konsertiga kirgan paytimizda, ular kech qolgan paytda siz sahnaga chiqarishganda, xuddi shu gapni aytgandingiz. Shamollaganman deb. Hech shamollash sizga xalaqit qilmaydi. Marhamat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Aman yar o'ynasangchi, aman yar belingni baylasangchi, aman yar o'ynasangchi, aman yar belingni baylasangchi, aman yar shunday go'zal zamonda, aman yar ochilib o'ynasangchi, aman yar shunday go'zal zamonda, aman yar ochilib o'ynasangchi, aman yar Yara vaydade aman yar, canım sizden eğlensin aman yar. Yara vaydade aman yar, canım sizden eğlensin aman yar.
osmondagi uchg'urdagi omon yor, challasi ham birdagi omon yor. Osmondagi uchg'urdagi omon yor, challasi ham birdagi omon yor. O'zbegimning qizlari omon yor, ochilgan qizil guldagi omon yor. O'zbekiston qizlari omon yor, ochilgan qizil guldagi omon yor. Yora voydode omon yor, jonim sizdan aylansin omon yor. Yora voydode omon yor, jonim sizdan aylansin omon yor. Jonim sizdan aylansin omon yor. Jonim sizdan aylansin omon yor. Hey! Rahmat. Va hozir endi yana bir so'z navbatini Vatandosh jamoat fondi rahbari Otajon akaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yoshlarimiz, ziyolilar. Bugun mana juda ham chiroyli, ma'naviy oziqa oladigan bir yaxshi tadbirda guvohi bo'lib turibmiz. Endi hurmatli prezidentimizni xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan olib borayotgan siyosatlari bu davlat siyosati darajasiga chiqildi. Haqiqatdan bugun xorijdagi vatandoshlar bilan O'zbekistonning barcha vazirlik idoralari ochiq bir muloqotlar tashkil etilyapti. Otabek aka haqiqatdan butun dunyodagi o'zbeklar taniydigan bir vatandoshimiz hisoblanadilar. Amerika Qo'shma Shtatlarida qancha tadbir o'tkazdik, bu tadbirlarning barchasida vatandoshlarimizni birlashtirib, mana shu yangi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni ham tanishtirib boradilar. Bu kabi tadbirlarda nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarida, Koreyada, Yaponiyada, hamma joyda vatandoshlarimiz, o'zbekistonliklar birlashmoqda. Albatta mana shu bugungi tadbir, mana shu uchrashuvda, 100 ta uchrashuvda o'zida ham qarang, O'zbekiston to'g'risida ma'lumot, buyuk o'zbek xalqining madaniyati to'g'risida ma'lumot, qadriyatlar to'g'risida ma'lumot berib, buni yuqori o'sha intelligensiyaga bu ma'lumotlar ham yetyapti. Shu bois mana shu ishlaringizni biz yuksak baholaymiz. Vatandoshlar jamoat fondi doimo siz bilan hamkorlikda ko'p xayrli ishlar qilishga tayyorligini bildiradi va mana shu tadbirda ziyoli qatlamlarni yig'ib kitobni o'qishga undash, ertaga inson yuksaklikka intiladi, jamiyatda o'z o'rnini topadi va mana shu kitoblar, mana shu ilmlar albatta 3-renesansga poydevor bo'ladi deb o'ylayman va O'zbekiston kelajagi haqiqatdan mana shu yoshlar qo'lida bo'lib, bugungi olgan tadbirdan olgan motivatsiya ularni ruhlantiradi, kitoblar o'qishadi va o'zlarining kitoblarini yozadi. Shu fursatda biz Vatandoshlar jamoat fondi nomidan sizga Otabek aka olib borayotgan ishlaringizni yuksak baholaymiz va o'zimizni tashakkurnamamizni bildirmoqchimiz. Tashakkurnoma. Tabriklaymiz. Bu kabi ishlaringiz xayrli bo'lsin. Doim biz siz bilan birga. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa hali mana shunday tadbirlarda nafaqatgina O'zbekistonda, balkim dunyoning ko'plab davlatlarida ko'rishganda ko'rishguncha. Islom Karimov fondi boshqaruv raisi Botir aka Ubaydullayevni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi mehmonlar, ustozlar. Men bugun juda yaxshi fikrlarni eshitdim. Qaysidir ma'noda bir 30-40 yil oldingi davrga qaytishga ham xayolan do'stlarimiz bilan majbur bo'ldik. Bugungi gaplarga men qo'shimcha qilmagan holda sal boshqa mavzuda gaplashmoqchi edim. Bilmadim, yana kimdir balki bordir. Meni hisobim bo'yicha bu yerda Otabek akani onalarini taniydigan 5 ta inson o'tiribdi. Shundan 4 tasi bu biza ko'p yillar birga ishlagan va birinchisi bu buvijonlar. 6 ta ekanlar, kechirasizlar. Da bizani baxtimizga shunaqa taqdir taqozosi bilan Otabekka onalari bilan kitoblarda yozgandek volidai muhtaramalar bilan ishlash nasib qilgan. Ko'p yillar bitta binoning ichida, yonma-yon eshiklarda bir maqsad sari ishlash bizga nasib qilgan. Hozir o'tirib, unda eslasam, Otabekka oxirgi marta Ra'noxonni Farg'onada bo'lganimda esingizda bo'lsa, Aziya mehmonxonasida restoranda birga o'tirgan edik. Kechki ovqat paytida tasodifan
100 ta uchrashuvdan bittasi emas, yagona shu uchrashuv oxirgi bo'lgan ekan, afsuski. Hali mendan oldin chiqqan insonlar aytdiki, ayniqsa buvijonlar aytdiki, men shundan g'ururlanaman, shunday yigitni, shunday farzandni tarbiya qilman deb. Menimcha ota-ona uchun, buvijonlari uchun mana shunday davrada shuncha insonlarni guvohligida oldida bunaqa iliq so'zlarni eshitish menimcha hammaga ham havas qilsa bo'ladi. Bu to'g'risida faqat orzu qilsa bo'ladi. Shu darajaga yetkazish, shu onasiz qolgan paytda yonma-yon turish, men ko'p eshitganman. Sizni tarixingizni Otabek orqali, do'stlarimiz orqali o'ziga yarasha. Boshqalar bilmasu, mana do'stlarim biladi, men o'zim yetim o'sganman. Ota-onam umuman bo'lmagan yoshligimdan. Lekin bilib turib, u yoki bu otadan ajrab qolish bu boshqacha bo'lsa kerak. Chunki uni taniysiz, qadriga yetasiz, sog'inasiz. Balki undan ham qiyindir balki. Lekin shu paytda onaxon mana shu yigitni tepasida bo'lgansiz. Yaxshi kuni, yomon kuni, xursandchilik, boshqa kunlar. Mana shuni mevasi sifatida mana bugungi tadbirni ko'rib turibsiz. Bu bittasi, hali oxirgisi emas. Bunaqadan mana ko'rdik, nechta davlat, nechta davra, necha ming odam unda bo'lyapti. Eng ahamiyatlisi menga bitta bugun taqdimot etib narsa yoqdi. O'zbekiston degandaligi tanimagan aktyorni savoli, geografiyani salom berib deganda. Hech bo'lmasa O'zbekistonning qattaligini, shunaqa davlat borligini tanishtirishini o'zi bu o'zi katta bizning yutug'imiz. Prezidentimiz o'zingiz ko'ryapsizlar. Nima qilsa ham shu O'zbekiston, yangi O'zbekiston deb qanaqa harakat qilyaptilar. Kichkina bo'lsa ham o'z ulushini bugungi kunda qo'shib kelayotgan mana bizning vatandoshimiz Otabek aka, menimcha juda katta ishni boshlab qo'yganlar. Mana shularni orasiga bir safdosh bo'lsak, yondosh bo'lsak, hozirgi auksionda bir so'm qo'shamasligimizni afsuslanib o'tirgan bo'lsangiz, lekin biz qalbimiz bilan, yuragimiz bilan sizdamiz. Sizning ishlaringizga omad tilagan holda. Men o'ylab qoldim, Otabek aka, agar taklif sifatida bir qabul qilsangiz, 3-nashr, 4-nashrni navbatda turgan ekan, balki o'sha keyingi nashrlardan bittasi shu O'zbekistonlik bir afsonaviy qahramonlar to'g'risida bitta kitob yozsangiz, menimcha to'g'ri bo'ladi. Hammalar nomilardan rahmat va omad tilagan holda. Bir oy oldin Turkiyadagi juda katta bosmaxonaga men kitob chiqarish uchun buyurtma bergandim. Ular aytishdiki, taxminan 1-1,5 oyda kitobingiz tayyor bo'ladi. O'sha kunni o'zida men kitobni oldindan sotib olish imkoniyati borligi haqida e'lon berdim ijtimoiy tarmoqlarda va bir kunning ichida hali bosmaxonadan chiqmagan kitobni 1,5 mingtasini sotib olishdi. Statistikasini tekshirsam, 97% O'zbekiston yoshlari. Shuning uchun agarda kimdir, qachondir O'zbekiston yoshlari kitob o'qimaydi deb aytsa, bu gapga hech qachon ishonmanglar. Barchaga assalomu alaykum va yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobimning taqdimotiga xush kelibsizlar. Ushbu kitobni ikkinchi nashri, ya'ni bundan oldingi birinchi nashr bilan deyarli farqi yo'q. Asosiysi bu kitobda men agarda rus tilida, o'zbek tilida va ingliz tilida yozgan bo'lsam, bunisida faqatgina ingliz tili va avvalambor ona tilimiz o'zbek tilida. Chunki mana shunaqa bir subyektiv fikrim borki, agarda O'zbekiston yoshlari avvalambor ona tilini chuqur o'rganishsa, bu borada germaniyalik faylasuf Yogan Goethe yaxshi gap bo'lgan, agarda siz chet tillarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, avvalambor o'z ona tilingizni chuqur tarzda o'rganing. Ya'ni yoshlarimiz avvalambor o'zbek tilini o'rganishlari kerak, keyin esa ingliz tilini. Undan keyin ularni xohishiga ko'ra har qanday tilni o'rganishlari kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu safar kitobni ikkita tilda chiqardim. Endi esa ruxsatinglar bilan ushbu kitobni taqdimotini men sizlarga hozirda namoyish etaman. Kitobni men rahmatli oyim Ra'no Mahkamovaga bag'ishladim. Kitobni birinchi varaqni ochgan paytlarda ushbu gaplarni o'qishingiz mumkin.
Menga nafaqat hayot baxshida etgan, balki chin dunyoga ketgandan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani in'om etgan volidayu muhtaramamga bag'ishlanadi. Ruxsat bersanglar, oyim bilan bog'liq bo'lgan 2 abzatsni sizlarga o'qib beraman ushbu kitobdan. Onamni yo'qotib qo'yganimdan so'ng 25 ta bestseller muallifi Jodi Picoultning so'zlari qanchalik haqiqat ekanligini angladim. Yig'lash uchun eng qulay joy bu onaning quchog'i. Fikrimcha, onam hayotdan erta ketishlarini oldindan sezganlar. Shuning uchun ham qisqa umrlari davomida menga maslahatlar hamda pand nasihatlar qilmasdilar. Ular inson shunchaki oddiy tilda agar shoshqaloqlik qiladigan bo'lsam, u yoki bu vaziyatda nima kutishini mumkinligini menga tushuntirib beradilar. Volidam men uchun nafaqat mehribon ona, shuningdek sodiq do'st, hayotdagi eng katta ustozim ham edilar. U kishining tarbiyalari tufayli birovning yordamidan hech qachon umid qilmay, o'z umr yo'limda uchragan istalgan eshikni o'zim mustaqil tarzda ocha olaman degan fikrlarni menga hamisha surardilar. Bu borada Xitoy maqolida aynan mana shunday so'z bor. O'qituvchilar eshikni ochadilar, ammo undan o'zingiz kirishingiz kerak. Kitob qahramonlaridan biri zamonamizning ko'zga ko'ringan jurnalisti Vladimir Pozner o'z intervyulari yakunida taklif etilgan mehmonga doim bir savol bilan murojaat qiladi. Ya'ni, vaqti kelib Xudoning huzuriga borganda unga nima degan bo'lardingiz? O'sha uchrashuvni xayolan tasavvur etib, bu savolga shunday javob beraman. Parvardigor, ojiz bandang huzuringga qaytib keldi. Qarami keng zot, barcha xatolarim uchun kechir. Endi onam bilan ko'rishsam bo'ladimi? Ijtimoiy tarmoqlarda menga ko'p izohlar yozishadi. Qaniydi farzandim sizga o'xshasa. Javob bor bu izohlarga. Agarda farzandingiz menga o'xshashini xohlasangiz, demak siz meni onamga o'xshashingiz kerak. Oyim hamisha shaxsiy namunasi bilan bizni tarbiyalardilar. Qo'llarida hech qachon kitob tushmasdi va har qanday vaziyatda faqatgina kitob orqali bizga javob berardilar va kitobga bo'lgan muhabbatimiz 5 yoshdan paydo bo'lgan edi. Endi esa kitobni tashqi strukturasi. Kitob 18 yil davomida 52 ta davlatga borgan paytimda 100 ta qiziqarli insonlar bilan ko'rishib, har biridan hayotiy saboqlar olganman. Bu kitobda 16 ta yo'nalishdan bo'lgan kasbni egalari bor. Davlat va jamoat arboblaridan boshlab to aktyorlargacha. Har biridan albatta birorta hayotiy saboq olganman. Va ba'zi birlardan esa qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganganman. Shuning uchun ham mana shu kitobda men shu narsaga qaratmoqchimanki, sizlarning e'tiboringlarni. Bu kitobda agarda o'sha sotilishiga nimaga shunaqa katta bir omad bor degan savolga javob nihoyatda oddiy va oson. Kitob samimiyat bilan yozilgan. Agarda siz ham o'z kitobingizni samimiyat bilan yozsangiz, bu kitobni siz nafaqatgina eng yaqin do'stlaringiz, qadrdonlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga, balkim eng hurmat qiladigan insonlaringizga ham sovg'a qilishga imkoniyatingiz bo'ladi. Masalan, kitobning ichki strukturasi. Albatta, har bir qahramon bilan birga tushgan rasm bo'lishi kerak, chunki meni birinchi kasbimman, yuristman, shuning uchun ashyoviy dalil bo'lishi kerak. Bu inson bilan o'zi ko'rishganmanmi yoki yo'qmi? Axir dunyoning eng muvaffaqiyatli, eng mashhur insonlari bitta joyga yig'ilgan-ku. Keyingisi, bu albatta juda ham qisqa biografiya, chunki kimga agarda avtobiografik ma'lumotlar juda ham qiziqarli bo'lsa, unda sizlarni Google va Wikipedia qo'llab-quvvatlasin. Mening kitobim emas. U yerda juda qisqa tarzda avtobiografiyani men yozib o'tganman. Keyingisi, mana shu inson bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli biografik hamda tarixiy fakt. Chunki O'zbekiston yoshlarini ensiklopedik bilimlarini ham biz qanchalik ko'p kengaytirsak, shuncha kam. Keyingisi, tasodifiy bo'lmagan uchrashuv, bu inson bilan qachon, qayerda, qay tarzda biz tanishganmiz va kitobning kulminatsion nuqtasi bu hayotiy saboq. Nimani men aynan mana shu insondan o'rgandim. U bilan ko'rishgan paytda nimalarga men e'tibor qaratadigan bo'ldim. Axir bu qahramonlarni milliardlab odamlar taniydi-ku. Ularning muvaffaqiyat siri o'zi nimada? Aynan shularni men tushunishga harakat qildim.
Endi esa kitobni muqovasiga e'tibor berishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Eng birinchisi ko'zga nima tushdi? Yuz. Paypoq. Qoyil. Rahmat sizga. Aslida bu meni kichik bir izyuminkam va o'zim xohlagan tarzda har xil rang-barang paypoqlar kiyib yurardim. Men o'yladimki, men shunaqa bir unikal shaxsman, boshqa bunaqasi yo'q deb o'yladim, lekin adashibman. Yana bittasi bor ekan. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau yaqinda, mana sentyabr oyida bu inson bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotida men tanishgan paytimda aynan ular darrov paypog'imga e'tibor berdi va savol berishdi. Nimaga mana shunday paypoq kiyasiz? Men javob nihoyatda oddiy va oson. Sababi har bir bosgan qadamim bayramdek bo'lishi kerak. Yana bir marta bir narsani e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu kitobdagi hamma 100 ta qahramon bilan biz intervyu emas, uchrashuvlar qilganmiz. Uchrashuv boshqa, intervyu boshqa. Intervyu bu ko'rib turganlaringdek, men faxr bilan shuni aytishim kerakki, New York shahar hokimidan birinchi bo'lib o'zbek jurnalistlarga intervyu olgan bo'lsam, mana shu intervyu juda qiziqarli tarzda bo'lib o'tgan va prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev New Yorkka tashrif buyurganlarida aeroportda aynan shu inson ularni kutib oldilar. Endi kimdir aytishi mumkin, skeptik aytishi mumkin, endi boshqa davlatning prezidenti shaharga kelganda hokim kutib oladi-da. Lekin bu yerda bir kichkina nov bor-da. O'sha kuni New York shahriga 140 ta prezident kelgandi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi uchun dunyoning 140 ta rahbarlari kelgandi va New York shahar hokimi ulgurgan bo'lsa, maksimum 5 tasini kutib olgan. O'shalarning ichidan bizning prezidentimiz. Bo'lgan paytlarida shunday degan ekanlar. Janob prezident bilingki, New York o'zbeklarniki. Endi bu yerda yana bir shunaqa bir savol tug'ilishi mumkin. Axir uchrashuv balkim 2-3 daqiqa davomida bo'lgan bo'lishi mumkin. Nimani ulgurishi mumkin 2-3 daqiqa davomida o'rganib, bilib, bitta katta kitobga yozishga? Ha, bu juda ham o'rinli bo'ladigan tavsiya. Masalan, mana shu kitobni qahramonlaridan biri bu biz juda hurmat qiladigan va yaxshi ko'radigan inson Enrique Iglesias. Bu inson Toshkentga kelgan paytlarida ular bilan 2 yoki 3 daqiqa ko'rishdim xolos. Va ular bilan shunday xayrlashdik, chunki aytdi, keling New Yorkda intervyu qilamiz. Men hozir Argentinada konsertim bor va samolyotimga kech qolyapman. Bo'ldi, u bilan xayrlashdik va u yugurib mashinasiga shunday o'tirganda bir qiz yugurib keldi, uni plakati bilan ulgurmay qoldi Enrique Iglesias bilan ko'rishishga. Enrique ketib qoldi. U qiz esa shundoqina o'tirib yig'lashni boshladi. Shunaqangi achindim, men ham uni oldiga o'tirib, men ham yig'lagim keldi. Zo'r o'zim ushadim. Lekin shundoq qarasam, mashina qaytib keldi. Enrique Iglesias tushib, qizni shundoqina ko'tarib, "Qani telefoningiz?" dedi. "Keling birga rasmga tushamiz." Shunday rasmga tushgandan keyin, "Endi yig'lamaysizmi?" qildi. Unda men ketdim dedi. Shunda mashinaga o'tirdi va ketdi. Bu paytda men hali 2000 yil oldin Xitoylik faylasuf Konfutsiyning gaplarini esladim. Buyuklik oddiylikda. Lekin afsuski, keyin ertasi kuni men bir to'yga bordim. To'ydan esa shu trenddagi va branddagi bir qo'shiqchimiz chiqdilar. Yonlariga muxlislar kelib, "Opa, shunday rasm tushib olsa bo'ladi?" "Yo'q" dedilar. Keyin nimagadir Enrique Iglesiasni esladimda, o'yladim, nima uchun bu san'atkorni faqatgina bir davlat taniydi, Enrique Iglesias kabi insonni esa 200 ga yaqin davlat taniydi. Bu kitobda eng asosiy shior bu o'zbek xalq maqoli. Ya'ni odobni odobsizdan o'rgan. 100 ta qahramon ichida shunaqalari ham borki, ulardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. Chunki ancha qahramonlar ham bor ekan. Butun dunyo tanigan ijodkorlar. Lekin ularning xatti-harakatlari ba'zi birlari kibrli, ba'zi birlarida esa boshqa bir muammolar bo'lganda, o'shalarni ham yozdim. Jurnalistika shundan iborat. Biz faqatgina kimdir maqtamaymiz yoki kimdir faqatgina demak kritika qilmaymiz. Jurnalistika shundan iboratki, biz ham u holatda, ham bu holatda yoritishimiz shart.
Mana shunday anti qahramonlardan biri, afsuski, meni kichikligimdan eng yoqtirgan aktyorim Mitxun Chakraborti bo'ldi. Qolaversa, Andrey Malaxov bo'ldi, Gennadiy Malaxov bo'ldi, Vladimir Solovyov bo'ldi. Aytgancha, ulardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rganayotgan paytimda, qanaqa hayotiy saboq olganligimni bilish xohlaysizlarmi? Xohlaysizlarmi? Unda kitobimni o'qinglar. Endi savol tug'iladi. Agarda men unchalik maktab yozmagan ijodkorlar, ularning qo'llariga meni kitobim tushib qolsa, ular meni kimimga aylanadi? Qadrdon do'stimgami? Albatta. Savol tug'iladi. Muvaffaqiyatli insonning hayotida dushman bo'lishi bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Kim muvaffaqiyatli insonning hayotida dushman bo'lishi to'g'ri deb o'ylaydi? Qo'lini ko'tarsin. Dushmanni keragi yo'q deydiganlar ko'tarsin qo'lni. Juda ham kam. Ha, hozir masalani fikrlarini o'zgartiraman. Meni eng yaxshi ko'rgan angliyalik yozuvchilardan biri Charles Mackay o'z vaqtida dushmanlar haqida she'rni yozgandi. Agarda ruxsat bersanglar, ushbu she'rni hozir sizlarga o'qib eshitiraman. Original ingliz tilida. Keyin esa bu yerda mana rusiy zamonlar ham o'tiribdi. Ularga va ona tilimiz o'zbek tilida. Tarjimasini qidirmay qo'yinglar, chunki bu mualliflik tarjimasi. My enemies. You have not enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. He who has mingled in the fray on duty, that's the brave indoor. You must have made force. If you have none, small of the work that you have done. You've hit no traitor on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. You've never turned the wrong to right. You've been a coward in the fight. Рус tilida. Не нажал, говоришь, врагов? Позор, мой друг, а не заслуга. Кто честь отстаивать готов, тому бывает очень туго. Коль нет врагов, со всеми мил, в полсилы знать ты жизнь прожил. Ты пнуть предателя не смог, ты не изобличил подлог, ты не сорвал с лжи покров, признай, у труса нет врагов. O'zbek tilida. Deysan dushmanlarsiz o'tdi bu hayot, nahot sharaf bo'lsa bundayin isnot. Kimda ustun bo'lsa, nomus, or va shon, uning hayot yo'li o'tmagay onson. Raqib yo'q ko'tarib hammaning ko'nglin, yarim yurak bilan yashagan uchun. Bilmay soxtalikni fosh etmoq darsin, yirtib yubormading yolg'on pardasin. Top-tap tashlamading sotqin kimsani, tan ol, qo'rqoqlarning bo'lmas dushmani. Demak, ushbu kitobni men yozayotgan paytimda bundan oldin aytib o'tgan struktura bo'yicha vizual tarzda sizlarda taassurot bo'lish uchun ushbu kitobni varaqlardan birini ko'rsatmoqchiman. Marhamat. Demak, bu aktyorni juda ham yaxshi taniysizlar. Daniel Radcliffe Harry Potter roli orqali ijrosi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan. Mana ko'rib turganlaringizda albatta birga tushgan rasm. Juda ham qisqa biografiya. Bu yerda ular bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt. David Copperfielddan boshlab to Harry Pottergacha. Chunki bilasizlar, Daniel Radcliffe'ning eng birinchi ijro etgan roli bu David Copperfield kinosida. Keyin esa ular bilan qachon va qayerda tanishganmiz, tasodifiy bo'lmagan uchrashuv va hayotiy saboq. Hayotiy saboq unchalik kam emas. Bu keyingi varaqada qolib ketdi. Men sizlarga minimum bu narsani vizual tarzda ko'rsatib berish uchun yoqdim. Aytgancha, Daniel Radcliffe bilan bo'lgan uchrashuvda men o'zbekistonlik kinoaktyorman deganimda, O'zbekiston bu qayerda deganda men aytdim, geografiya o'qituvchingizga salom deb qo'ying. Lekin bu voqeaning plyusi ham bo'lgan. Ropparosa 1 yildan keyin ular bilan ko'rishgan paytimda biz navbatda turdik u bilan ko'rish uchun va uzoqdan meni ko'rib qolib, "Anu bola oldim kelsin, bu o'zbekistonlik kinoaktyor. Keling, keling, keling" deganda atrofdagilar sizni Daniel Radcliffe shaxsan taniydimi? Deganda to'g'ri 100 yildan beri. Yonimga shuni chaqirganda, "Yaxshi bo'ldi sizni ko'rganim. Toshkent shahrini bildim, Samarqand shahrini bildim, Buxoroni bildim." Aytgancha geografiya o'qituvchim sizga ham salom aytdi. Ushbu kitobni taqdimotlarini biz o'tkazdik. Ya'ni birinchi nashrni avvalambor Toshkent shahridan boshladik va natijada
O'zbekiston bo'ylab har bir viloyatda Andijondan boshlab to Qoraqalpog'iston Respublikasigacha biz ushbu taqdimotlarni o'tkazdik. Va yoshlar agentligiga men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman, chunki ular menga sharoit yaratib berishdi. Har bir borgan viloyatda meni xuddi Leninni 11-syezdda kutib olgandek kutib olishdi. Hamma sharoitlar yaratgan holda qarsiylar bilan va har bir viloyatda biz mana shu taqdimotlarni o'tkazdik. Bundan tashqari, ushbu taqdimotlarni biz O'zbekistonning tashqarisida ham o'tkazdik. Bu avvalambor men yashaydigan Amerika Qo'shma Shtatlaridan xususan 5 ta shaharda o'tkazdik bu taqdimotlarni. New York, San Fransisko, Los Angeles, Ohio va Orlando shaharlarida. Chunki aynan mana shu shaharlarda o'zbek hamjamiyati nihoyatda katta va faol. Bundan tashqari biz ushbu taqdimotni Xitoyni Pekin va Shanxay shaharlarida o'tkazdik va ko'rib turganlaringdek Qozog'istonda, Turkiyada, Koreyada, Birlashgan Arab Amirligida va Yaponiyada o'tkazdik. Bu yil esa biz Yevropaga qarab yo'l olmoqdamiz va bu vaziyatni bir plyuslardan shunaqa narsani aytmoqchimanki, har bir borgan davlatimga men o'z-o'zimni borib qolmaganman. U yerdagi bizni o'zbekistonlik hamjamiyat tadbirkorlarimiz meni taklif qilishgan. Hozir esa Yevropa davlatlariga O'zbekistonni Yevropa davlatlaridagi elchixonalar taklif qilyapti mana. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik elchixonalarning faoliyati yaxshi tomonga tubdan o'zgardi. Har bir borgan joyimga albatta xayriya auksionni o'tkazamiz. Bundan aytib o'tganimdek, bu demak onkologiya, gematologiya kasalligi va bolalar falaji. Va shu kungacha biz ro'parasa $160 ming dorilar va asob uskunalarni olib berdik. Rekord Dubayda bo'ldi. Avvalambor rekord, faqat kulish yo'q. Mana shu bo'ldi. Endi 5 kilometrli tepalikdan sakraganim bu ham rekord bo'ldi. Va shu Dubayni o'zida tadbirkor Ulug'bek Maksumov kitobimni $30 ming ga sotib olib, bolalar falaji kasalligi bilan bog'liq bo'lgan kerakli barcha dorilarni olib berib, shundoqqina qo'llariga topshirdi. Endi biz bu ishlarni davom ettiramiz va hozirda men sizlarga bir o'rtog'imni tanishtirmoqchiman. Qiz, chiroyli qiz, juda chiroyli qiz. Men hozirga tushuntirib beraman nimaga bu narsani maslahat ko'rsatyapman. Kitobni endi chiqazmoqchi bo'lgan paytimda men maslahat olganman. Mana shunday kitoblarni chiqazgan tadbirkorlardan va juda muvaffaqiyatli mashhur insonlardan. Nima deb o'ylaysizlar? Nechta kitob chiqazgani ma'qul? Sizlar aytishga kamroq chiqazavering. O'zbek yoshlari albatta sizni baxtiydi, albatta havas keladi, lekin kitob sotib olish bilan bog'liq bo'lgan jarayonda ular pul ishlatmaydi. Nimaga desam, chunki sizning kitobingiz bu juda bir chiroyli qiz. Hammani havas keladi va hamma maqtaydi-yu, lekin hech kim uylanmaydi. Agarda o'sha tadbirkorlarni hozirda ko'rib qolsam, men ularga aytmoqchiman. Mana shunday chiroyli qizimga bitta emas, 4 ta kuyov topildi. Va bu kuyovlar, va kechirasizlar, bu sponsorlar avvalambor bu Cityfield kompaniyasi, ular shu yerda o'tirishibdi. Qayerdalar? Cityfield, marhamat, ularga rahmat. Bu O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti shiritxonligiga alohida minnatdorchilik. Ular nafaqatgina ma'naviy nuqtai nazardan, balki moliyaviy nuqtai nazardan meni qo'llab-quvvatladilar. Bilasizlar, hozirda xususiy universitetlar juda ham ko'p ochilyapti O'zbekistonda. Kimdir bu narsaga negativ qaraydi, men bu narsaga juda pozitiv tarzda qarayman. Shuncha million yoshlarni biz qayerda o'qitamiz? Albatta xususiy universitetlar ochilayotgani bu juda ham yaxshi. O'zbekistonda raqobat paydo bo'ladi va mana shunday universitetlardan biri International School of Finance, Technology and Science Institute. Mana shu universitetga ham katta rahmat. Ushbu universitetning vakillari qayerda va Anvar aka, prorektor shu yerda. Rahmat. Va albatta, mana qadrdon do'stim BNB Holding, Bekzak aka, sizga ham katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Mana shunday insonlar borligi uchun rahmat sizga. Mazmunlarim bu yuzga aloqa. Rahmat. Mana shunday tadbirkorlar, mana shunday homiylar bo'lganligi uchun men bemalol boshida 3000 ta ekzemplar chiqazdim, hozirda 5000 ta ekzemplar chiqazdim. Va 5000 ta ekzemplar deyarli hammasi sotilib ketdi.
Biz 3-nashr haqida o'ylaymiz. Yana bir bor o'sha tadbirkorlarning gapiga qaytamiz. Nimaga? Hech qachon biz boshqalarni gapiga qarab ish qilmasligimiz kerak. Chunki bu borada Henry Fordning yaxshi gap bo'lgan. Agarda odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, men mashina emas, balki tez yurar otni ishlab chiqargan bo'lardim. Shuning uchun maqsadinglar bormi? Albatta u narsaga intilinglar va agarda kimdir sizlarga anti-motivatsiya berayotgan bo'lsa, bunday odamlarni sizlar faqatgina chetlab o'tinglar. Demak, keyingisi bu bizning hamkorlarimiz, bu kechirasiz, kuyovjo'rlarda bor sal qolibdi. Hamkorlarimiz va mana shu hamkorlarga men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Avvalambor bu Yoshlar ishlar agentligi, ularga katta rahmat, qarsiylar bo'lsin. Bu O'zbekiston Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasi. Ayniqsa Koreyada, Yaponiyada borgan paytimda ularning vakillari prezentatsiya bilan bog'liq bo'lgan barcha tashkiliy masalalarni a'lo darajada bajarishdi. Mana shu tashkilotga va kechirasizlar, Yoshlar agentligining rahbari Alisher Sidolayevga katta rahmat. Va O'zbekiston Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasining rahbariga Otabek Shavkatovga ham rahmat. Ular shu yerda. Rahmat. Bilasizmi, men sizga defrayt qo'yaman, boshqa hech kim eshitmasin, shu yerda qolsin. Shu kungacha Otabeklardan yomon odam chiqmagan. Keyingisi bu meni informatsion hamkorim, meni qadrli do'stlarim My5 telekanali va ularning rahbarlari Qobiljon aka Ahmedovga alohida minnatdorchilik bo'lsin. Juda ham kamtar insonlar har safar maqtayotgan paytda ketib qoladilar. Renaissance telekanaliga ham alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz, chunki aynan bu kanal ham menga ancha yordam bergan. Orient Finance Bank afsonaviy insonlar bilan bo'lgan intervyularni to'liq tarzda menga yordam berib, qo'llab-quvvatlagan insonlar aynan mana shular va ularning vakillari shu yerda. Ilhom Tayirich, katta rahmat. Event Art tashkiliy masalalarda bizga ancha yordam bergan tashkilot, ularga ham qarsiylar bo'lsin. Va kitobni bu safar nafaqatgina sotish, balkim chop ettirishga va muammosiz Turkiyadan O'zbekistonga olib kelgan, qolaversa haqiqiy patriotik yo'nalishda ishlab kelayotgan kompaniya As-Sahiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rzbek, qayerda? Ko'rzbek shotami rahbarlari? Rahmat sizga do'stim. Bu inson haqiqiy patriot. Men aytaman nima uchun? Chunki kitobdan hech kim daromad ko'rmaydi, uni sotuvidan. Bu sohaga siz kirdingizmi? Demak, siz o'z vataningizni hurmat qilasiz. Demak, siz vataningizni faqatgina quruq gap bilan, balki aniq harakatlar bilan hurmat qilasiz va eng asosiysi, siz bilimni targ'iboti bilan shug'ullanasiz. Rahmat sizga. O'zbekiston bu bizni o'zbek milliy brendimiz. Aynan ular o'zbekchilikni o'sha logotiplarini juda chiroyli tarzda qilishmoqda, ayniqsa iPhone'larga, chimodanlarga bularga alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz, chunki chet elda ham mana shu kompaniyani o'sha mahsulotlarining pastida Made in Uzbekistan, ya'ni O'zbekistonda qilingan degan bir gapni men o'qiganimda hamisha faxrlanib ketaman. Rahmat sizga. Royal Towers kompaniyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hozirda qurilish tendensiyasini biz ko'rib turibmiz. O'zbekistonda ko'plab qurilish kompaniyalari bor va eng ko'zga ko'ringanlardan biri bu albatta Royal Towers. Ularga ham qarsiylar bo'lsin. Va mana qadrdon insonlarim, bu Daniel Hill oteli. Bu insonlar mana qarindoshlarim desam bo'ladi, chunki ular ham Mahkamovlar. Chunki Doniyor akam va ularning farzandlari Diyorbek, qolaversa Elyorbek, mana qadrli insonlarim. Mana hamisha qo'llab-quvvatlab kelishgan. Ular mana shu yerda. O'g'illari Shahriyor ham keldi. Rahmat degani uchun. Bilasizmi, shunaqa bir gap bo'lgan, bu rock and rollning asoschisi Elvis Presleyda. Now or never. Ya'ni hozir yoki hech qachon. Bizda hozir shunaqa imkoniyat borki, bu jangga bu gul topshirishga nimaga? Chunki mana shu kitobni qahramonlaridan biri mana buvim. Viktor Hugo, fransuz yozuvchisi shunday degandi. Agarda birorta odamni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonni uning buvijonisidan boshlang. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda buvijonim bilan tanishtiraman. Mana shu gul buvijon sizga. Bergan tarbiyat uchun, borligingiz uchun rahmat.
bir niyatim bor, siz ham barchangiz 86 yoshda shunaqa ko'rininglar. Men bugun nevaram Otabekjonni shunday bayramlari bilan tabriklayman. Bolam qatorida sizlarga, hammanglarga sog'lik, salomatlik, mehnatinglarga rohatini ko'radigan, iymonlik, insonlik, ona otanglarga yarasha bola bo'lishinglarni Xudoy taolodan so'rayman. Otabekjonim, men seni yaxshi niyatlar bilan tarbiyalaganman. Men o'zim kelib chiqishim bolalarni tarbiyasida 52 yil bitta joyda ishlagan ayolman. Shuning bo'yicha kerakki, avvalo ayang Ra'noxonni bugun ruhlari shod bo'lsin. Hamma bolasini tug'ilgan kuniga o'yinchoq sovg'a qilar edi, shokolad qiladi, boshqa. Meni qizim bolalarini tug'ilgan kuniga kitob sovg'a qilar edi. Ruhlari shod bo'lsin. Men tug'ilgan kuniga qizimni kitob sovg'a qilardim. Shular senga ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Men juda g'ururlanaman o'shanday qizni men voyaga yetkazib tarbiyalanganimdan. Shuning uchun senga bolajonim, yosh bolalarga berayotgan yordaming, puling, hamma yordamlaring sen onajoningni olib ketgan kasallar bolalarga berganingdan men juda g'ururlanaman. Shuning uchun omon bo'lgin, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Men misol shu O'zbekistonda fuqarosiman deyishdan g'ururlanaman. Shularning qatorida sen ham g'ururlanasan. Bizi avlodimizga shunchalik obro'y, shunchalik rahmat olib kelganing uchun katta rahmat bolam. Bergan tarbiyamga mingdan bir roziman bolam. Rozi bo'lgin. Aytmoqchimanki, men juda bir avtobiografiyasi qiziqarli inson deb o'zimni bilmayman. Lekin aynan 9 yil oldin AQShga ko'chib ketganimdan keyin ancha musofirchilikni ham qiyinchiliklari, ham yaxshiliklarini sezdim va o'shalarni men alohida bir kitob qilib chiqazmoqchiman. Va kimdir menga o'xshab musofir bo'lmoqchi bo'lsa va dunyo ko'rmoqchi bo'lsa, aynan mana shu kitob ularga yordam beradi deb umiddaman. Ushbu kitobning nomi Amerikaga qanday borsa bo'ladi. Kitobni nomini davomi ham bor, samolyot orqali. Demak, bu kitob xudo xolasa keyingi chiqadi va navbatdagi kitobimiz bu xudo xolasa 100 ta intervyular. Demak, bundan oldin aytib o'tganimdek, bu 100 ta uchrashuv o'z yo'liga, lekin keyingi kitob bu 100 ta intervyular bo'ladi. Va bu intervyulardan biri, bu rasmni hali hech qayerda ko'rsatmaganman, bu premyera. Bu aktyorni juda ham yaxshi taniysizlar. Uni 34 yil oldin chiqqan kinosini hammamiz mazza qilib, yangi yildan oldin tomosha qilamiz va yangi yil kechasi ham. U ham bo'lsa, marhamat, e'tiboringizga Kevin McAllister. Macaulay Culkin. Juda qiziqarli uchrashuv bo'ldi. Unga ham shu Daniel Radcliffe'ga aytgan gapimni aytmoqchi edim. Men birinchi aytdim, men O'zbekistondan keldim. Assalomu alaykum, good afternoon deb. Va O'zbekiston bu AQShdan 10 ming kilometr narida joylashgan davlat desam, do'stim, menga geografiyadan dars berma. Men juda yaxshi bilaman O'zbekiston qayerda joylashgan deganda men joyida savol berdim. Poytaxt qaysi shahar ekan? Desam, dunyoning eng go'zal shaharlaridan biri Toshkent. Navbatdagi xudo xolasa aynan mana shu kitobdagi bo'ladigan intervyuyimiz bu Polsha davlati prezidenti Andrzej Duda bilan ham bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi intervyu bu albatta Silvestr Stavoda bilan mana shu kitobda albatta o'qishinglar mumkin. Keyingi intervyuyimiz bu Serbiya davlati prezidenti Aleksandr Vučić bilan bo'ladi. Keyingisi esa men bu aktyorni ko'rsatishdan juda bir qo'rqib turdim, chunki bu aktyor O'zbekistonga kelgan paytda qizlarimiz xuddi kiyimlarini ham yirtib tashlashgan bechara. Bu ham bo'lsa Burak. Tez aytaman va tez davom ettiraman, chunki uni juda ham yaxshi ko'rishadi, ayniqsa qizlarimiz.
Keyingisi bu albatta Ursula von der Leyen, Yevropa komissiyasi raisi. Keyingisi esa bu hindistonlik aktrisa, ularni juda ham yaxshi bilamiz va hurmat qilamiz. Ali Bubakar Qaroqchi kinosi orqali mashhur bo'lgan, demak, Zinat Aman. Keyingisi bu Iskandar kebab deb nomlangan taomni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ushbu demak taomni demak muallifini chevarasi bilan biz intervyu o'tkazganmiz. Bu intervyu ham keyingi kitobda chiqadi. Keyingi qahramonimiz bo'ladi Mongoliya davlati prezidenti Uxdagin Xurek-Sux. Keyingi qahramonimiz bo'ladi, xudo xolasa, bu Roni Koltman, mashhur kulturist. Navbatdagisi bu Charles Michel, Yevropa Kengashi prezidenti va Belgiya davlatining tarixidagi eng yosh bosh vazir, 38 yoshda. Yana bir qahramonimiz bu Ilhan Omar, Congresswoman. Bular aynan musulmon bo'la turib, Congresswoman bo'lganlar, bunday shaxslar Amerika tarixida faqatgina 2 ta. Va eng oxirgisi bu nafaqatgina mashhur insonlar bu yerda, balki noan'anaviy insonlar bilan bo'lgan intervyular ham shu yerda bor va mana shunday insonlardan biri bu yer sayyorasidagi yagona odam suyagi savdosi bilan rasman shug'ullanadigan do'konning rahbari va sotuvchisi Jon Pichaya bilan intervyu ham albatta bo'ladi. Hayot o'zini xilma-xilligi bilan go'zaldir. Shuning uchun har safar ham faqatgina mashhur va taniqli insonlar emas, balki bunaqangi noyob insonlardan ham intervyu olishga harakat qilaman. Endi esa, hurmatli davra qatnashchilari, ushbu taqdimotni ancha o'yladim. Nima bilan, qanday bir tugatsam ekan? Chunki fikrlar juda ham ko'p, lekin aynan shunday qilish xohladimki, sizlarga nafaqatgina kitob o'qishda, balkim kitob yozishda ham motivatsiya bermoqchi bo'ldim. Shuning uchun fransuz yozuvchisi Gustav Flaubertning gaplari bilan ushbu taqdimotni tugatmoqchiman. U esa o'z vaqtida shunday degan: "Men shunday kitob yozishga harakat qilamanki, siz bu kitobni o'qiganingizdan keyin boshqa kitobni o'qishda emas, balkim o'z kitobingizni yozishni boshlashingiz shart." Hurmatli davra qatnashchilari, hurmatli yoshlarimiz, siz ham albatta o'z kitobingizni yozing va men xudo xolasa ushbu kitobning taqdimotiga albatta boraman. Bu degani, xudo xolasa, sizning kitobingizni taqdimotida ko'rishganda, ko'rishguncha. Xursand bo'lganim shundaki, zal to'ldim, chunki aynan bu yerga tashrif buyurgan obunachilar bu kitobimni birinchi kunda sotib olgan obunachilarim. Katta qiz bo'ling va xudo xolasa biz siz bilan shunaqa bir faxrlanib yuraylikki, men sizdan kelajakda intervyu olayman. Ulgurmoq muvaffaqiyat. Rahmat. Sog' Hozir avtografasiya tugadi. Kitobimni sotib olgan obunachilar navbatga turib, hozir juda bir tartibli tarzda, bu kinoyasida aytyapman, tartibli va madaniyatli tarzda turishdi. Qo'llar mamda ko'p ketdi. Nimaga? Chunki 700 dan ortiq kitobga imzo qo'ydim. Charchadimmi? Yo'q, albatta. Chunki bu mehnatning natijasi. Kitoblarga imzo demak qo'ydirish uchun. Nimaga ular imzo qo'ydirish? Chunki ko'pchiligi yonimga kelgan paytda aytishdi, kitobda bu qismi yoqibdi, bu qismi yoqibdi va keyingi nashrda men albatta kitobimda har bir qahramondan keyin albatta izohlar uchun kitobning o'zida joy qoldiradigan bo'ldim. Umid qilaman, mana shunday taqdimotlarni soni ko'payadi va bu degani kitobimning keyingi taqdimotlarida ko'rishganda ko'rishguncha.